O bamini qara, tupi tuzi kiyib olgan. Yelkasiga ko'rpachani tashlab olib, mozor ichiga kirib ketayotgani sadaqa so'ragani. Haydovchining yengil so'limi deyman-a. To'g'ri aytasan. Bir qarasang qora jiltirada yurgan bo'ladi. Bir qarasang ichkarida gadochilik o'tgan bo'ladi. Odamlarga tushunib bo'lmayapti. Qara, ani gado yana kelyapti. Ichkarida tirikchilik zo'r bo'lyaptimi deyman-da. Yaxshi bo'lmasa, ko'rpasini ko'tarib kelmaydi mozorga gadoyvachcha. Menga qaralaring ikkalingga. Bir boshlaring chaqib qo'yardim-u. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-de. Arpengizni xomurib qo'ydimi? Boring tichkini go'ringizni ko'rlasangiz bo'lmaydimi? Odamni go'shti shunchalik shirin ekanmi? 2 kundan beri shu bolaning go'shtini chaynayotsanlar. Nima ish qilyapti? Nech pul topyapti? Sanlarga shunchalik qizuvmi? Qiziq bo'lgancha o'tiribdi do'da. Menga ham qiziq, boboy. Kelingni bardoshing yetsa, men sanlarga ko'rsataman. To'rorningdan keling oldimga tush. Mana kambag'al, mana tilamchi. Yil bo'ldi onasini shu qabrga qo'yganimizga. Har kuni kelib, bag'rini zaxga qo'yib onasini oldida yotib ketadi. Farzand bo'lsa shunchalik bo'lar. Bo'lmaqur gaplarni gapiravermalaring. Xulosa o'zlaringdan. Joylar jannatdan bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Otamni eslasam yotar qabrda. Momolarim o'ylasam tugamas bisyon. Onamni quchoqlab aytolmayman, do'st deganlar o'z dardlari bor.